Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2020-yil 12 ayning 17-si. Atgan soat 7dan 20 o'tibdi. Bugun men bir kunim to'g'risida vlog tatmoqchi. Sizlar bilan bir kunimni ham bakirlamoqchi. Bugun bunda qarab baxsam meni tug'ilgan kunim ekan. Meni doim vlog tatadigan odatim bo'lmagan ikkinchi qatim tatishimga deyman. O'tgan qatim birinchi qatim tatgan vaqtida gap qilmaylam, ko'rinishini nib qilgan. Ko'rinishini tatgan, bugun gap qilishni, gap kirgizishni o'ylashdim. Dastlabki qatimdaga bo'g'ashqa. Yine gerçi ko'ch-ko'ylarda odam bo'lmasa-mu, qaqsada o'zim gözüm kameraga qarab gap qilishqa. Sal g'ayri his qilyapman. Ko'nib qolamiz. Bugungi vlog tatishimda bir qancha xil sabab bor. Birdan tushuntirib qo'ya oldi bilan shu vlog degan so'zni bir tushuntirib qo'yishni loyiq topdim. Yaqindan yaqin Uyg'urlarning ishidanmi, yoshlarimizni ishidan, o'g'illardan, qizlardan vlog tatadigan do'stlarimiz ko'payib qoldi. Bu nihoyat yaxshi ahvol. Vlog deganimiz video blog, ya'ni ingliz tilidagi video blogning qisqartirilgan shakli bo'lib, blog deganimiz odatda to'g'rilarda maqolalarni, har xil asarlarni yozdi kishilar, rasmlarni kirishtirib degandek, shu yozgan asarlari odatda blog bo'ldi. Buni endi maqola yozmasdan turmushdagi bağan kaginizni, qo'ygan tutquningizni, uzun qisqa ishlarni, menimcha bo'lganda ahamiyatli ishlarni video shaklda tatib, xuddi siz bir maqola yozgandek, bir hikoya so'zlayotgandek, kundalik xotira yozayotgandek, shunday shaklda video tatib, uni to'g'ri yo'llasangiz, bu vlog bo'ldi, ya'ni video blog bo'ldi. Menimcha bu nihoyat yaxshi ahvol. Qaysi temada, qaysi mazmunda ishlasangiz, video vlog tatsangiz, faqatlab ijobiylikni, o'zingizdagi bor bo'lgan ijobiy energiyani, o'zingizda bor bo'lgan ortiqchilikni boshqalar bilan ham bahilsangiz, bu men uchun nihoyat yaxshi ahvol. Men atdiganda bugun o'rnimdan turib, bir vlog tatishni o'ylab qoldim. Bay degandek soat hamda 7:30 bo'lmadi. Uyqumni tuzuk kechirmadi. Haddalik nashtam qilmadim. Nashtam qo'limda. Qarsam 35 ishim oxirlashibdi. Bugun 36-ishimga qadam qo'ygan tunji kunga. Mush kunni ahamiyatli boshlash, mush yilni ahamiyatli boshlash, yangi ishimni ahamiyatli boshlash uchun tunugun chiniqish zaliga tizim qoldirdim. Bugun tunji kunimni, saharni chiniqish bilan boshlamoqchi. Mush yilgi eng cho'ng plan emas keras. Eng cho'ng planim bor, u boshqa ish. Cho'ng planlarimning birisiday badan chiniqtirish. Badan chiniqtiraddim endi. Lekin muntazam turda zalga berib, muntazam va intizomchan holda, planli holda planlarni qilib baxmagan burun. Shunga bugun shu ishni boshlashni o'ylashdim. O'ylab baxsam, boshqa baribir ishim yo'q ekan. Bugun yarim kun dam olishim bor uning ustiga. Bu Londonda kagili gerçi ishkoy bo'lsa-mu, tunishlik alırım asosiyatdan qo'lim qo'shig'larim bilan xizmat munosabatidagi xizmatdoshlarim bilan cheklanib qoldi. Unda bo'lgandan keyin bugun bu Londonda qilg'idek alayda ishim yo'q. Eng yaqin do'stlarim, bir oylik ishlardek o'tgan kishilarning hammasi Fransiyada qolgan bo'lgandan keyin buguncha amal va ahamiyatli ishlarni qilishni o'ylashdim. Hamma kishilar uyini Rojdestvolik bezab bayram kayfiyatiga cho'mibdi. Mana bu bo'lsa ma'lamning sahardagi tip tishlab ketsak bo'lmaydi. Nisbatan tinch bo'lgan ko'chalari. Meni yangi tutgan do'stim bo'lsa,
Pure Gym. Shunday qilib 1 soatlik chiniqishni tugatib, hozir chiniqish zalidan chiqdim. Soat 9dan 5 o'tibdi. Asta quyosh ko'tarilishga boshlabdi. Demak, aytganda badan chiniqtirsa qanday bo'ldi ekan degan savolga javob bersak, kayfiyatingiz ko'tarilib qoldi ekan, ro'yingiz ko'tarilib qoldi ekan. Boshqacha bir ruh bo'lib qoldi ekansiz. Kunmi chiqibdi, mana endi asta uyga qaytib, tayyorligimni qilib ishga borman. Bugungi vlog tortishimga sababchi bo'lgan yana bir ishni deb qo'yishni unutib qoldim. Yana bir ilhom bo'lgan ish bo'lsa, avara ya bugun men havo intayin yaxshi yil ko'rsatib qo'yay. Osmonda bir parcha bulut yo'q. Mush o'tib ketgan haftada bir hafta to'xtamay yomg'ir yoqqanti, eli uzilib, eli yig'ib, eli davomlashib, eli to'xtab degandek. Bu Londonda doim sim yomg'ir yog'di bilsizlar. Shu sababdan vlog tortishga ilhomlanib qoldim. Eli ko'rishlik. Assalomu alaykum do'stlar. Tayyorligimni qilib ishga mangishga uydan chiqdim. Men sizlarga uyimni ko'rsatib qo'yay. Men odatda Jeep mashinasi haydab ishga boraman. Mashinamni ko'rsatib qo'yay. Bu men turadigan uy bo'lsa, men odatda bayislaydigandek Jeep mashinasi haydab ishga boraman. O Jeep Wrangler. Tada! Here is my Jeep. Çaqçaq qo'ydim, o Jeep Wrangler'ni hamon bir kuni olamiz. Ammo hozircha velosiped haydab turaylik. Havoni yaxshiligini bugun. Qaytib kelganingizni qarshi olaman vlogimga bugungi. Bayman bilan ishlaydigan rayondagi ko'ch-ko'ylarni bir cho'g'ilib oldinglar. Mayfair bu rayonning ismi Londondagi Mayfair deb ataladi bu rayon. Xuddi Istanbuldagi Nishontashi degan rayonga o'xshash, hashamat buyumlari, hashamat dong markalar to'plashgan bir rayon. Men shu rayondagi shu Londonning bir yerlik bir markasida shu shirkat ishlayman. Ben bu şirketning setish va sosyal media bölümünde ishlayman. Unda olganki mening qildigan ishim asosiyatan kompyuterda va telefonda qo'limdan telefon tushmaydi bir kundan kechgacha. Qildigan ishim asosiyatan to'g'ri bo'ldi. Xo'sh do'stlar, ishdan shunga vaqtim bo'lib qolibdi. Kech qarong'i tushaydi o'tdi. Shunday bu bir kunmi tugadi. Hamda asta uyga qaytib qo'saq to'yg'izdigan g'amini qilish kerak. London şəhərdə tünögündən başlap 3-cü qatımlıq to'lqin ko'tarildi deb tünögün keçdən başlap restoran, qahvaxonalarning amini only take away olib ketadigan qilib
o'zgartib o'tdi. Unda bo'lgandan keyin asta uyga qaytmoqdan boshqa amal yo'q. Videonun oxirida ma'lamning kashlik manzarasidan o'zurlaninglar.